bilan Abdulchik yana Abdulchik birga. Bugungi videorolikimizda do'stlar sizlar bilan har doimgidek vyjivaniya emas bu safar. Nima bo'lsa ham vyjivaniya emas. Chunki qilorib pishdim. Qilorib g'alatada. Undan keyin bugun videomizda mehmon bor, ko'rina olmaydi faqat. Chunki webcam yo'qda menda. Va bu mehmon meni opam. Hammaga salom. Abdulloh obunachilari. Abdulchik. Bugun hozir sizlar bilan zo'r bitta narsa ko'rsataman do'stlar. Do'stlar, hozir biz uy quramiz kreativda. Faqat opamga ko'rsatmaymiz. Opam reaksiyasini ko'ramiz. Birinchi navbatda do'stlar polni tozalaymiz. Bu yerni раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Пять, шесть, 7. Polni bo'lib videoni yoqaman. Mana do'stlar, hozir qurib bo'ldik mana polni. Endi tepani quramiz. Do'stlar, mana uy va nihoyat bitta. Polni. Nimaga bunaqa rang-barang qilding deysizlar? Bari qizlarga bunaqa qora yoqadi-yu. O'z opamni kutamiz. Tak. Opa keling, reaksiyasi ko'raylik. Qani? Ko'z yuzini. Vau. Boshi zo'r chiqibdi-yu. Sizga yoqadigan bunaqa pushdimi, nima deydi? Siyoh rang. Siyoh rang. Ranglari ham zo'r chiqibdi. Oq. Derazasi ham zo'r ekan. Vau, eshigini qara. Cho'tkiyu bu. Opam resqlar qizil bayroq. Turmush o'rtog'i oyiga 50 ming dollar topish kerak. Mana kravati. Polda qaranglar, polda. Ovqat ko'ki bo'ldiydi. Qarammasin. O'tirasan. Qoladi. To'xtaymiz. O'tiradi shunday. Do'stlar, shunday o'tiradi. Qani? Shunday o'tiradi. Shunday o'tirib. O'rta. Devori sut ichadi. Mana bu yerda oshxona, pechkalar, suv raklina. Bunday qustum halida. Yana qustum. Ovqat to'la. Xoloslar asal ham bor. Asal. Sizlar ham shunaqa qurishni o'rganinglar. Minglarga asal. Shalgirlar hali qaranglar. Eng zo'rni ayting, chiroqni qarang. Zo'r ekan. Rangi. Endi pastaga chiroqni qarang. Pastaga ham sebetmi? Men boshqa narsa. Yo'q, bittasi pol, bittasi anaqada. Asal yo'rma o'lib qolasan. Yo'q. 15 butilka asal pishdi. Shalkelar. Endi betga 10 balli sistemada baho bering. 10 baldan 100 bal qo'yaman. Yo'q, 10 balli sistemada 100 bal emas. 10 qo'yaman. 10. Sizlar
obunachilarim sizlar ham bu uyga agar obunachilarim ichida qiz bolalar ham bo'lsa Komment baho- yozib ketinglar. 10dan 1dan 10gacha baho beringlar. Undan keyin o'g'il bolalar ham baho beraveringlar 1dan 10gacha. Meni bu uyga bahoim 8 yarim. Menga lekin yo'q. Men 8,5. Просто mana shu oynayda hozir chegara. Tun 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 tun. Men do'stlar hozir sizlarga zo'r bir g'alati narsa ko'rsataman. Nima deysanglar hozir ko'rasizlar. Hozir suv tarafga borib qaranglar do'stlar. Mashdan o'zim tashlayman. Fiu qurs. Bip bip. Savdogar yoshmiz. Jigar. Lamasi meni urmaydim. Bir tiyinga qimmat narsalar-ku. Qaranglar, buni zag'allaydigan suvni sotyapti men. Bugun bayram. Opamga uy qurganim munosabati bilan bugun do'stlar sizlar bilan to'yganimizcha ichamiz bugun to'yganimizcha. Bu boshqa narsa deb o'ylamanglar, asal ichamiz. Asal 2 blok. Qo'y go'shti. Hammasini yeb berish aqlim yetadi. Büyük onlarım. Baba sizin nima deyik 64 ta steak yeyapman. Уже 8-si 9. 10. 11. 12. 13. 15. 16. 17. 18. 19. Do'stlar hozirda men qo'limdagi go'shtda mana buni bolani, mana shu bolani, sigir bolani o'rtoqlarini go'shti. O'rtoqlarini go'shtini yo'qman. Ko'taring. Shu ko'zingni o'ynatib yeyman. Ko'zingni. Menga qara. Kimga qara? Qo'y, mol. Sen obunachilarimizga nima deysan? Sen videoni ko'rayotganlarga nima deysan? Like bosing va obuna bo'ling. Yanachi. Yana Komment yozing. zo'r. Do'stlar, bu bola bechora bo'kib qoladi-yu. Yurishini qaraydi. Semirib ketgandan yurishi ham qiyin bu. Opamning qarang yurishini. Deyapti-yu. 54-stek, 55, 56, 58, 60. Yana bitta qoldi. To'rtta yesam bo'ldi. Asal ichsam o'ziga keladi. Ovozni qarang.
necha yillikda? Zo'ru. Yigitga kirdim. Opa, sizga qurib berganimdan xursandmisiz? Xursandman, menga rosa yoqdi. Keyingi safar akamga quraman. Xayr. Like bosib obuna bo'lishingizdan chiqmasa, mol deyishini qilamiz. Davay. Like bosamiz, obuna bo'lamiz. Agar like bosib obuna bo'lmasdan komment yozmagan odam g'irt tualetda ashi like bosib komment yozmagan odam uyda o'zi qolganda tualetga kirganda bo'lmagasi qolmay qolsin. Xayr.